Boshlagan ishni oxiriga yetkazish bo'yicha men o'zimning hayotimda juda ham ko'p tajribalardan o'tdim. Misol uchun men o'zim uchun maktab shakllantirishni va bilimlarimni bepul berishni xohladim, lekin miyamda juda katta to'siqlar paydo bo'ldi. Ya'ni buning uchun pul kerak, maktab ochish kerak, odamlar tayyor bo'lish kerak, buni avval yoritib berish kerak, yo'naltirib berish kerak degan juda ko'p to'siqlar paydo bo'ldi. Va shuning uchun meni birinchi ishtiyoqim so'ndi. Demak, sizda ham birinchi boshlagan ishingizni oxiriga yetkazmoqchi bo'layotgan vaqtingizda birinchi belgi shu bo'ladi, ya'ni ishtiyoqingiz so'nadi. Ishtiyoqingiz o'z-o'zidan so'nmaydi. Xuddi mana shu menga kelganga o'xshagan miyangizdagi fikrlar sizga bosim beradi va siz ular bilan murosa qila olmay qolasiz. Va ishtiyoqingiz so'nganini ishonasiz. O'sha joyda to'xtaysiz. Men esa nima qildim? O'tirib o'sha miyamdagi ishtiyoqimni so'ndirayotgan hamma fikrlarni yozib chiqdim. Va ularni o'zgartirdim. Misol uchun, buning uchun odamlar tayyor bo'lish kerak degan fikr kelganga aytdim. Odamlar tayyor bo'lgani uchun Xudo shu g'oyani ko'nglimga solyapti. Agar tayyor bo'lmaganida ko'nglimga solmagan bo'lardi. Keyin buning uchun ko'p pul kerak degan fikr keldi. Uni ham to'g'riladim. Ya'ni harakatni boshlash uchun pul vosita. Avvalo mendan qaror kerak. Ana shunday qilib, meni ishtiyoqimni so'ndirgan barcha fikrlarni olib, har bittasini o'zgartirib chiqdim. Va bu ishtiyoqimni so'ndirishga sabab bo'layotgan fikrlarning ham o'zini maqsadi bor. Ular meni himoya qilishmoqchi bo'lishdi. Ya'ni omadsizlikdan, sharmanda bo'lishdan, qabul qilinmaslikdan. Va men bularni ham har bittasini miyamdan so'rab chiqdim. Nima maqsadda shu fikrni menga beryapsan? Chunki seni sharmanda bo'lishingni xohlamaymiz. Yoki bir ishni boshlaganingdan keyin seni aytgan rejang tartibida kelmasa, tushkunlikka tushishingni xohlamayman degan javob keldi. Shunda men aytdimki, meni aytganim bo'lmasa, uni aytgani bo'ladi. U chiroyliroq bo'ladi. Demak, men shu ishni qilaman, ko'nglimga soldi deb miyamdagi to'siqlarni ishlashda davom etaversam bo'ladi. Va aynan shu qarorni qilganimdan keyin meni hayotimga kurslar, darslar kirib kelishni boshladi va g'oya kelib qoldi. Buni onlayn tarzda bersamchi? Maqsadim bilim berish emasmi? Hozir men bepul maktab ochganim bilan atrofdagi insonlar yo'lkira to'lab keladi, turishga joy kerak bo'ladi. Baribir ular xarajatga tushadi. Lekin o'tirgan joyida uyida o'rgansa-chi? Shunda rostdan ham ular uchun bu bepul bo'ladi. Shunda men YouTube onlayn maktab degan darslarni ochdim. Ko'rib turganingizdek, bir ishni boshlab qilaman deganingizdan keyin xuddi ana shunday sizning miyangizdagi qarshiliklar kelib chiqadi. Masalan, oddiy, daromadimni oshirmoqchiman deng. Daromadimni 10 barobarga oshirmoqchiman deng. Birinchi miyangizga qanaqa qarshi fikrlar keladi? Hozir shu shartmi? O'zi ham bo'ladi, kerak emas, vaqti emas, buncha pulni nima qilasan? Pulga buncha o'chsan, o'ylovsizsan, rivojlanishdan qolib ketasan va juda ko'p fikrlar oqimi keladi. Va biz u bilan muloqot qilishni bilmasak, u fikrlar bizni ezib qo'yadi. Chunki bizning maqsadimiz mana pul topmoqchiman degan maqsadimiz bu hali endi yangi neyron. Ular esa yillar davomida harakatlangan baquvvat neyronlar va ularning kuchi buni ovozini o'chirib qo'yadi. Bu degani bizning istagimiz astagina so'nadi, ko'nish paydo bo'ladi va boriga shukr qil. Hozir o'zing qiladigan ishni qil deb bizni diqqatimizni boshqa tomonga qarab yo'naltiradi. Vaholanki siz daromadingizni oshirishni maqsad qilganingizda ish hajmingizni oshirasiz. Qanchadan qancha odamlarni ish bilan ta'minlashingiz mumkin bo'ladi. Joylarni obod qilishingiz mumkin bo'ladi. Nimalardir ishlab chiqishingiz, yozib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va bu ko'proq foyda bo'ladi. Chunki pul ha degandan to'p etib oldingizga tushadigan narsa emas. Va siz o'zingizning miyangizdan kelayotgan fikrlar oqimi bilan murosa qila olmaganingiz sababli sizda sekin-sekin neyronni ovozi o'chgan sari sizda tushkunlik, ishtiyoqsizlik, ko'nish va to'xtash paydo bo'ladi. Bu har qanday maqsadga, har qanday istakka tegishli. Hayot, demak, tashqarida biz murosa qiladigan narsa yo'q. Agar siz murosa qilaman desangiz, o'zingizni iching'izdagi, miyangizdagi kibr bilan murosa qilasiz. Xo'sh, kibrning maqsadi nima? Kibrning maqsadi sizning ishonchingizni kesish, boshqa narsa emas.
Siz ishonch bilan, tavakkal bilan harakat qilmoqchi bo'lasiz. Uni maqsadi shuni kesish. Demak, siz boshlagan ishingizni oxiriga yetkazishingiz uchun avvalo mana shu kibr beradigan fikrlar oqimi bilan murosa qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizni miyangizda ichkaridan to'siq bo'lmas ekan, tashqaridan sizda hech qanaqa to'siq bo'lmaydi. Lekin sizni ichingizda to'siq ko'rar ekansiz va sizni holatingiz pastga qarab tushib ketaverar ekan, aynan pastga tushgan holatingizga yarasha yechimlarni, yo'llarni, vaziyatlarni hayotingizga tortib olishni boshlaysiz. Xudoning yo'llari, yechimlari cheksiz. Lekin siz o'zingizni holatingizga yarashasini o'qiysiz. O'zingizni holatingizga yarashasini ko'rasiz, idrok qilasiz. Ya'ni sizni to'lqinlaringiz bilan qaysi Xudoning yo'lini to'lqini to'g'ri kelsa, o'shasini ilg'ay olasiz, idrok qilasiz. Demak, boshlagan ishni oxiriga yetkazish 100% sizga bog'liq bo'lyapti. Ya'ni agar o'zingizdagi kibr beradigan fikrlar oqimi bilan murosa qilishni o'rgana olsangiz va sizda fikrlar oqimi shaklida kelayotgan negativ energiyani, salbiy energiyani ijobiyga to'lqinlantira olsangiz, fikrlaringizni o'zgartirib, sizda ishingizni oxiriga yetkazish uchun ijobiy to'lqin bo'ladi. Aks holda boshlagan ishingiz qolib ketadi va siz kibr bergan salbiy fikrlarni to'lqinida qolib ketasiz. Bu degani, siz aynan ishingizni davom ettirishingiz uchun faqat salbiy energiyalarni, vaziyatlarni, voqelikni o'zingizga qarab olasiz. Demak, boshlagan ishingizni oxiriga yetkaza olmaslik yoki yetkazmayotganingiz, demak bu menga ish kerak emas ekan degan fikr noto'g'ri. U sizga kerak bo'lgani uchun, hozir sizda bo'lishi kerak bo'lgani uchun siz qaror qilgan bo'lasiz. Ko'nglingizga solingan bo'ladi. Undan u yog'i siz ko'nglingizga solingan narsa uchun javobgar bo'lasiz. Chunki u yog'ini hal qilish uchun nima berilgan bo'ladi sizga? Idrok berilgan bo'ladi. Shuning uchun ham barcha yaxshiliklar, mukofotlar idrok va tafakkur egalari uchun berilgan. Boshlagan ishni oxiriga yetkazish uchun ko'rib turganingizdek sizga idrok va tafakkurdan foydalanish kerak bo'lyapti.